tug'ruqqa kirgan ayol ma'lum bir sabablarga ko'ra kesir kesish bilan tugallansa, bunga sabablar juda ham kuchli bo'lishi kerak. Shoshilinch deyiladi, bu ekstremniy kesareva deyiladi. Bunaqa holatda ko'p holatlarda bu homilani boshi onani chanog'iga to'g'ri kelmasligi bo'lishi mumkin. Buning uchun homila yirik bo'lishi yoki boshqacha bo'lishi shart emas. Shunchaki chanog'iga nisbatan noto'g'ri joylashib qolgan bo'lsa, buni nomi bizda meditsinada asinkretizm deyiladi. Homilani boshi onani chanog'iga noto'g'ri kelib qolishi. Buning oqibatida homila hech ham boshi pastga tushmaydi. Jadon bo'yni ochilishi bilan va albatta kesir kesish bilan yakunlanadi. Undan tashqari homilani yuragini o'zgarishi, ya'ni tahikardiyasi yoki bradikardiyasi, ya'ni tahikardiya bu tez urib ketishi, bradikardiya pasayib ketishi, bu yerda biz уже homilani tezroq harakat qilishimiz kerak, saqlab qolish uchun kesir kesish qilinadi. Ba'zi bir holatlarda kamdan kam tug'ruq paytida yo'ldosh ko'chib qolishi. Bu juda kam, chunki doimiy nazoratda bo'ladi ayol. Qon bosimini juda tez oshib ketishi, yuqori bo'lib ketishi, bunaqa holatda ham kesir kesish bilan yakunlanishi mumkin. Yoki homilani suvi kirlanishi hamda noto'g'ri joylashi va tug'ruqni cho'zilib ketishi ham bo'lishi mumkin. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi, mana uydan keladi, dard bilan, lekin homila ko'ndalang joylashgan yoki homila oyog'i bilan kelib qolgan yoki homilani kindik tizimchasini tushib qolishi, bunaqa holatlarda ham kesareva qilinadi. Yirik homila kesir kesishga ko'rsatma hisoblanmaydi.